Assalomu alaykum azizlar. Ko'rgan bo'lsanglar 100,000 AQSh dollari bilan 100,000 AQSh dollari porani olib turganda qo'lga tushgan ta'lim vaziri xodimi haqida bir gapirib o'tmoqchi edim. Agar O'zbekiston tizimida ta'lim shunchalik cho'kib ketgan bo'lsa, dodimizni kimga aytamiz? Bizni kelajakda yana nimalar kutib turibdi? Hayron qolasan. Tepaga chiqib olib, adolatdan, haqiqatdan bahs etib boy urib turgan piarchi amaldorlar o'zlari qarindosh urug' joylashib olgan bo'lsa, qarindosh urug'lashib joylashib olib, biz rus qullari edik, 35 yil mana mustaqil bo'ldik. 35 yil shu mustaqilligimizni 35 yil ichida ruslarga qaram bo'ldik. To'g'ri, bizni avvallari tekin yog', tekin non bilan bizni qora mehnatga nima qilib galalashib, qora mehnatga bizni tiqishdi. Evaziga tekin gugurt, tekin tuz, tekin non, tekin yog' berishdi. Deb turgan tarixchi, tahlilchilarimiz nimaga shu yuqoridagi 35 yil mana mustaqilligimizdagi tabiiy boyliklarimizdan foydalarni xalqqa ko'rsatmayap turgani haqida nimaga bo'y urmaydi bu tarixchi, tahlilchilarimiz, siyosatshunoslarimiz? Nimaga bular biz ko'rib turgan narsalarni ular ko'rmayaptimi? Qudratxo'ja mana ta'lim vazirligidan ishdan ketibdi. Har doim aytib kelganimdek, mandoqlar, yaloqilar ularni o'sha yaloqilik qilib turgan yuqorisidagi xo'jayinlar ham yoqtirmaydi. Ular o'zlari ko'rib turibdi-da, misol unga o'zlarigacha kelgan boshliqlarni qanaqa qilib yomonlayapti-yu. Eski boshliqlarni qanday yomonladi? Bu ertaga ishdan ketadigan bo'lsa, buni ham yomonlaydi. Bu 200lamachi ekan deb turib, mana vaqtida o'zlarining ichidan terib tashlashdi. Albatta uni ham o'rniga tanish bilan qarindosh urug'dan qo'yilishi u aniq fakt bo'lsa kerak. Chunki hamma joydan qarindosh urug'lar, tanish bilish, jiyan, tog'a, amma, xola bo'lib ketdi bular hammasi. Endi bularni endi cheki bor, chegarasi bor, endi hamma yo'qda. Qaysi biriga nima deysan endi? Internet, ijtimoiy tarmoqlar portlab yotibdi. Yo'llar. Mana meni 10,000ga yaqin podpischigim yig'ilgan kanalimni bloklashdi. Bunga men achinmayman. Men yana ham bir mana amin bo'ldim. Bular halol yo'l bilan ishlash o'rniga shu siyosatga ahli etgan, haqda gapiradigan insonlarni og'zini yopib, o'shalarni kanalini bloklash uchun YouTube'ga pul to'lashdan ham toymashini men yana bir bor isbotini o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Bu birinchi YouTube kanalim emas, bloklashyap turgan. Men o'rganib ham ketdim. Lekin ular oyoq yalashdan to'xtamasa, biz haqda gapirishdan to'xtamaymiz azizlar. Bundan buyog'iga qanday qilib bu hayotda yashashimiz muhimroq deb o'ylayman. Bundan oldingi qilgan ishlarimiz emas, ularni titkilash emas, u hayotda qanday yashaganimiz emas. San'atkorlar mana dinga qaytyapti, ilmga qaytishyapti.
ularni mehnatlarini, hayotda tutgan yo'llarini qoralamayman, qo'llab-quvvatlayman. Halol yo'lni tanlaganlari uchun, zino yo'llaridan qaytganlari uchun xursand bo'laman. Shunaqa ekan, sizu biz ham kechagi kunda qanday yashaganimiz emas, endi bundan buyog'iga qaysi yo'lda yashashimiz qiziqroq bo'lishi kerak. Shunday ekan azizlar, maddohlik bizni yuksakka chiqarmaydi. Bu haq deb gapirishimiz, bizga xizmat qilishi kerak bo'lgan insonlarni ulug'lash emas, ularga kerakli paytda kerakli javobini berish to'g'riroq deb o'ylayman. Chunki bizga 35 yil yashab ko'rgan hayotimiz bizga dars bo'lishi kerak o'zimiz uchun. Lekin ming afsuski, akalar, ukalarga qarayapman, juda ko'pi shu fahshga botgan roliklar bilan ovora, o'shalarga obuna bo'lish, o'shalarga komment yozib, o'shalarga izoh yozib, shilta-shilqimlik qilishlari, bir hezalaklarcha bir o'zlarini tutishlari meni hayron qoldiradi xolos. Nahotki bularda ertangi hayotidagi farzandlarini kelajagi o'ylantirmasa, nahotki bularda yana 2026-yil yana keladigan qishdagi o'sha noyabrdan boshlab keladigan sovuq vaqtlarda yana ko'mir o'tin yoqib, tappa yoqishlari muhimroq bo'lsa bular uchun. Nahotki bir siyosatga qiziqishmasa, siyosat o'rtoqlar shunday narsaki, sizni bizni yashash tarzimiz, sizni bizni hayotimizni bir hozirgi muhitdagi sharoitimiz bu siyosat. Hayotimizga chambarchas bog'liq. Siyosatga aralashma deganlarda saylov paytida ham xuddi shu gaplarni aytishga men so'rab qolgan bo'lardim. Siyosatga aralashma degan vallomatda kim bo'lmasin u. Prezident siyosatiga aralashma. Prezident kim edi u prezident bo'lmasdan avval? Vazirni siyosatiga aralashma, hokimni siyosatiga aralashma. Bu hokimlar kim edi u amalga kelmasdan avval? Kim uni o'sha siyosatni ustiga olib keldi? Kim o'sha qaror chiqarib, qarorlarda, qonunlarda imzolaydigan qildi? Kim edi u? Hech kim emas edi. Shu xalq o'sha insonlarga vakolat berdi. Endi o'sha xalq bergan vakolatni xalqni o'ziga qarshi ishlatish, bu o'ylaymanki o'ta nonko'rlik, noinsoflik, tutruqsizlik deb o'ylayman. Shunday ekan azizlar, endi men YouTube kanallarimda faqat o'zim chiqishlarimni qilaman. Чтобы avtorskiy prava bilan жалоба tashlashmasin. Hech kimni hech qanaqa videosini qo'ymayman. Avtorskiy prava bilan ular жалоба tashlash juda oson ekan. Mana shorts papkasidagi joylaydigan videolarimda o'sha begunoh qamalganlarda videosini qo'ygandim. Begunoh qamalgan bloger, jurnalistlar, siyosatshunoslar, shularda rasmlaridan video yaratib qo'ygandim. Avtorskiy prava tashlashdi yana. Bu yangi kanalimga ham bilmayman, ishqilib tinchlik bo'lsin, O'zbekiston kelajagini yana bir 10 yil, 15 yil yag'ini men to'g'risi hech bir ko'rolmayapman. Bu qo'rqoqlashib ketgan, ongli ravishda ongsizlashtirilgan, savodsizlashtirilgan bu xalqda qarasam va trollik qilib o'sha prezidentlarning chiqishida oyoqyalanlik qilib, yaloqilik qilib turgan trollar, qarindosh urug'larini shu izohlardagi falonchi, pistonchi sog' bo'ling, umrimizga kelajagimiz uchun sog' bo'ling.
bu chiqishlaridan men hayron ham qolmadim ortiq. Ishqilib tinchlik bo'lsangizlar. Hammamizni Xudoyimni o'zi mehribon, Xudoyim isloh qilsin hammamiz. Qiladigan ishlarimizga, qilib kelgan ishlarimizga. Aytgancha savodlilarga murojaat qilib video joylagandim. Menga savodsiz deb yozib turganlarga. Sizlar 35 yil avvalgi ruslar olib chiqib ketgan tabiiy boyliklarimizni 35 yil ichida qaysi noinsof sotib, qaysi o'g'rilar sotib, qarindosh urug'i bilan boy bo'lib turgani haqida hech o'ylab ko'rdingizmi? Savodlilar, nima qilamiz? Javobingizda yozasizlarmi? Yo hali ham to'ylarda bir-biringlarga zo'ravonlik qilib, zapravkalarda haqqinglarni talab qilmasdan bir-biringlarga kuchinglarni ko'rsatadigan haligi xo'rozlardan mislar yana. O'sha holinglarcha qolasizlarmi yoki va nihoyat savodinglarni yuqoridagilarga ham ko'rsatasizlarmi? Haligi shofyor akalarimiz, ukalarimiz Xudodan qo'rqmasdan gazni bosib, birovni umriga xazon bo'lgudek darajada bostirib, gaz bosib tez yuradigan shofyor akalarimiz Xudodan qo'rqmaydi, birovni urib olishdan, birovga umriga bir ziyon yetkazishdan qo'rqmaydi-da, gayidan qo'rqadi lekin, ha? Mana shunday bo'lyapti-da hozir, ha? Izoh yozsang, 15 sutka beraman, 5 sutka beraman deb o'zingni fikringga, sen bildirguvchi, bildirmoqchi bo'lgan fikringga seni 15 sutka deb qo'yganiga haqni ko'rsang gapir degan Allohdan qo'rqishmaysan, zinoni ko'rishasan. Fahsh videolarni ko'rishasan. Fahsh ishlarni qilishasan. Lekin 15 sutka deb qo'ygan qayerdagi labzi yo'q noinsoflardan qo'rqishasan. Senlarga. Sendaqa savodsizlarga kulib qo'ydim deydi-yu. Mayli, tinch bo'laylik, omon bo'laylik. Ta'lim vaziri malades lekin. $100,000. Yo noming chiqadi yoki o'shaning chiqadi bo'pti-da bu yoq, ha? Gazini bosinglar, poraxo'rlar. To'xtamanglar. O'zbekiston sizlarga ishonch bergan. Ishonchini pora bilan oqlab qo'yinglar hech bo'lmasa. Men pulga super kontraktga o'qigandan keyin bu savodsizlarni bir savodli joyga o'rnashib olgan bilan nima o'zgarib qolmaydi-yu. Sog' bo'linglar. Har doim aytganimdek, qadringlarni, qimmatinglarni, qiymatinglarni qaysidir arzimas yalangoyoqlarni ulug'lashga sarflamanglar. O'zingizga ehtiyot qilinglar.